Samarqanddagi Yek zavodi o'zini yangi 2100 kvadratli showroomini ochdi. Ko'ramiz, showroom qanaqa, narxlar qanaqa, sifat qanaqa. Yek gilamda Eron gilamlari bilan birga bir sifatdagi Eron sof gilamlari bor ekan. Xuddi mana shunaqa sifatdagi gilamlarni Toshkentda 60-70 dollardan kvadrat metr olasiz, lekin Yek gilamda 350 mingdan sotishyapti. Yek gilamda assortiment va ob'yomda umuman muammo yo'q ekan. Masjid, restoran, to'yxona, bog'cha, mehmonxonalarga siz xohlagancha ob'yomdagi gilamlarni qisqa fursatda yetkazib bera olishadi. Yek gilamda chiqadigan haqiqiy Eron gilami. Razmeri 4x6, narxi kvadrat metri 450 mingdan. Minimalizm uslubdagi gilam. Klassikani yaxshi ko'radiganlar uchun haqiqiy klassika. O'zbekistonda yagona bo'lgan gilamli lift. Bunaqasi faqat Yek gilamda. Yek gilam agar xohlasangiz mashinangizni ustiga ham, ichiga ham gilam qilib berishaveradi. Mana tayyor primer. 3000 dan ortiq assortimentli gilamlarni makonidamiz. Yek gilamlarida endi 3 ta narsani zavod narxida olib ketishingiz mumkin. Mebelni zavod narxida olasiz. Bitovoy texnikani ham zavod narxida olib ketishingiz mumkin. Showroomda gilamlarning narxi 55 mingdan 550 minggacha ekan. Agar shu kunlarda gilam xarid qiladigan bo'lsangiz, 5% dan 15% gacha skidkaga ega bo'lasiz. Zavoddan dilerlik olmoqchi bo'lganlar uchun zavod juda ham kuchli taklif o'ylab qo'ygan. Pastda dilerlar uchun nomer ham qoldirib ketamiz. Zavod bilan showroomning lokatsiyasi Samarqand shahar Cho'ponotadan tushib kelishinglarda men zavodning ro'parasida. Videoga like bosib, videoni gilamini yangilamoqchi bo'lgan tanishinglarga tashab qo'yinglar. Menga podpiska esinglardan chiqmasin. Salomat bo'ling.